Assalomu alaykum. Shukronalik mo'jizalari kursimizning aziz ishtirokchilari. Mana bugun sizlar bilan 10-darsimizga ham yetib keldik. Minnatdorlikdan ko'ra muhimroq vazifa yo'q. Qadimgi odamlar boshqa odamlarga chin dildan berganimiz 3 barobar ko'p bo'lib qaytadi deyishgan. Shunday ekan, minnatdor bo'ling va boshqa odamga undan olgan hamma narsangiz uchun minnatdorlik ayting. Bu sizning hayotingizni yaxshilash uchun juda ham muhim. Shukronalik shunday kuchli quvvatki, uni kimga yubormang. Minnatdorlik quvvati sizga qaytib keladi. Agar siz shukronalik quvvatini sehrli kuch iforiga o'xshatsangiz, siz haqsiz. Siz boshqa odamdan olgan narsangiz o'rniga unga minnatdorlik bildirayotgan paytingiz, unga xuddi sehrli kuch iforini sepayotgandek bo'lasiz. Sehrli kuch iforining ijobiy quvvati siz yuborayotgan odamga yetib boradi va ta'sir qiladi. Ba'zi bir insonlar har kuni ko'plab odamlar bilan muomala qiladi. Telefon, elektron pochta orqali, ishda, yuzma-yuz, magazinlarda, restoranlarda, lift, avtobus, poyezdlarda, ko'chada siz munosabatda bo'lgan odamlar bizni minnatdorchiligimizga loyiq, chunki ulardan nimadir olamiz. Odatdagi kunlarda duch keladigan, sizga xizmat ko'rsatadigan, masalan, do'kon va restoran, avtobus yoki taksi haydovchisi, mijozlarga xizmat ko'rsatuvchilar, farroshlar, sizning ishxonangizdagi hamkasblaringizdan o'ylab ko'ring. Ular xizmat ko'rsatuvchi insonlar bor, sizga xizmat qiladi. Ular sizga xizmatlarini ko'rsatishadi. Ular tozalab berishadi. Joyingizga boradigan joyingizga yetkazib qo'yishadi. Ovqatlaringizni tayyorlab, sizga tayyor taomlarni taqdim etishadi. Yetkazib berish xizmatlarini ko'rsatishadi. Agar siz minnatdorman demasangiz, minnatdor emassiz. Siz hayotingizda qo'yilayotgan barcha narsalarni to'xtatib qo'yayotgandaysiz. Siz xavfsizlikni ta'minlamaydiganday, kommunal xizmat, gaz, elektr, suv va boshqa yo'llarga xizmat ko'rsatilayotganligi haqida o'ylang. Hayotingizni tozaroq qiladigan ko'cha supuruvchilar, poyezd, samolyot, restoran, supermarket, ofis tozalaydiganlar haqida o'ylang. Siz ularning hammasidan minnatdor bo'la olmaysiz. Ammo ularning hammasi o'z vazifalarini bajaryapti. Ular o'zlarining ishini minnatdorman deb bajaryapti va ular sehrli kuch iforini sepib qo'ysangiz, ya'ni minnatdorman, shunchaki shu toza holatda ketayotganingizni, bu yerni ham kimdir tozalab qo'yayotganligini his qilganingizda, minnatdorman deganingizda sehrli kuch iforini sochib ketasiz. Toza stol yonida o'tirganingizda, toza ko'chadan ketayotganingizda yoki toza po'lda yurganingizda ularga minnatdorman deng. Kafe yoki restoranda o'tirganingizda sizga xizmat ko'rsatayotgan har bir odamga minnatdorlikman bildiraman deng. Sehrli kuch iforini seping. Stolingizni tozalagan, menyu tuzgan, buyurtmani qabul qiladigan, staganga suv to'ldiradigan, ovqat olib keladigan, hisob beradigan, bularning hammasiga minnatdorman deyishni unutmang. Agar siz magazinda bo'lsangiz, sizga xizmat qilib, mahsulotingizni paketlarga joylaydiganlarga minnatdorman deyishni unutmang. Ularni yetkazib kelgan, kimlarningdir mehnati ketgan. Siz tayyor narsani qo'lingizga olib ketyapsiz. Albatta ularga minnatdorman deng.
siz samolyotda sayohat qilayotgan bo'lsangiz, biletlarni tekshiradigan, ekipaj bortida samolyotga chiqayotganingizni kutib oladigan styuardessalar, uchuvchilar, bularni hammasiga minnatdorman deng. Sizga mana shu xizmatlarni taqdim etayotgan insonlarni hammasiga minnatdorman deng. Rahmat. Va bu bilan siz sehrli kuch iforini sepib ketyapsiz. Sotuvchilar, ofitsiantlar odamlarga xizmat ko'rsatish uchun juda ko'p ishlashadi. Ommaga xizmat ko'rsatish paytida har xil kayfiyatdagi odamlar bilan muloqotda bo'lishadi. Shu jumladan minnatdor bo'lmaganlar bilan ham. Keyingi safar kimdir sizga xizmat ko'rsatayotganda, siz bu odamni kimning qadrli bolasi ekanligi haqida o'ylang. Uni o'rni akami, opami, bolalari uchun pul topayotgan ota-onami, suyukli do'st, kimningdir sherigi, kimningdir yori ekanligi haqida unutmang. Ular ham sizning sabr va mehringizga loyiqdir. Ba'zida xizmatda ekanligingizda sizga qo'pollik qilganlar deya e'tiborga sazovor bo'lmaydigan odamlarga duch kelasiz. Bunday vaziyatlarda minnatdor bo'lish ma'qul. Ammo siz minnatdorligingizni boshqa odamlarga ko'rsatganingizda bu narsa sizga boshqa odamlardan qaytib keladi. Tanlang. Hech narsaga qaramasdan minnatdor bo'lish o'z hayotingizni sehrli kuchini ko'paytirish. Sizga mana nima yordam beradi? Siz bilan uchrashguncha ular qanday qiyinchiliklarda bo'lganini bilmaysiz-ku. Balki u yaqin kishisini yo'qotgan, nikohi o'xshamagan yoki boshqa bir lahzada hayotining qaysidir nuqtasida bo'lishi mumkin. U ham inson. Unga shunchaki yaxshi kayfiyat va minnatdorlik berganingizda unga yaxshi energiya berasiz va uning ish qobiliyati ko'payadi. Va bu ajoyib narsadir. Sizga koinot qonunlariga ko'ra qaytim energiyasi yana qayerdandir keladi. Sizga ham minnatdorlik kirib keladi hayotingizga. Siz uchrashayotgan har bir kishilar bilan mehribon bo'ling. Ayniqsa ular og'ir ahvolda bo'lsa, ularga qanchalik mehr va minnatdorlik bildirsangiz, sizning hayotingizda ham minnatdorlik shunday ko'payadi. Har bir harakat va haqiqatni ham qarshi va harakatga aylantiring. Ya'ni siz qanaqa holat bo'lishidan qat'iy nazar minnatdorman deb boshqa odamga aytganingizda, u odam buni his qiladi. Ammo u odam o'zini baxtliroq his qiladi. Sizga bu minnatdorlik balki o'sha insondan, balki bir boshqa insondan kirib kelishi mumkin. Sehrli kuch iforidan har bir xizmatlarda foydalanishingiz mumkin. Hamma yerda foydalanishingiz mumkin. Masalan, qizim uyiga kelsam uylarni yig'ishtirib qo'yibdi. Minnatdorchilik bildiring. Chunki o'sha farzandingiz uyingizni yig'ishtirib, tozalab, yaxshi kayfiyatni sizga tayyorlab qo'ygan. Yoki-da do'konga kirdingiz. Do'konda qaysidir xizmatchi sizga xizmat qilyapti. O'sha do'konda olayotgan mahsulotingiz ham sizning qo'lingizga kirib kelgancha qancha insonning mehnati ketgan. Minnatdorman. Ya'ni rahmat. Hamma joyda siz mana shu rahmatni ishlatganingizda shukronalik, sehrli kuch iforini sepgan bo'lasiz. Yoningizdan o'tib ketayotganda qaysidir farroshni yoki ko'cha supuruvchisini tozalayotganligini ko'rdingiz va unga hayolan minnatdorman deb keting. Va o'sha tozalikni his qilyapsiz siz. Agar o'sha insonlar bo'lmaganida bu yerlar toza bo'lmasdi. Bu insonlarning mehnati uchun shunchaki minnatdorman deb keting va sehrli kuch iforini
sepib keting. Siz ham o'zingizga yaxshi energiya berasiz, ham ularga. Kafe yoki restoranda ovqatlanganingizda ham. Chunki ular sizga qancha mehnatingizni yengillashtirib, tayyor ovqatni oldingizga muhayyo qilishadi. To'g'ri, siz pulingizni to'laysiz, lekin ular o'sha mehnatlarini bajonidil bajarishadi. O'sha mehnatlari uchun sizlarga minnatdorman deng. 10. Sehrli kuch amaliyoti. Hamma narsa uchun mo'jizaviy ifor. Sehrli kuch amaliyotini 1-3 qadamlarini takrorlang. Sizning shukronaligingiz hisobotda. O'zingiz minnatdor bo'lgan 10 ta narsani ro'yxatini tuzing. Nima uchun minnatdor ekanligingizni yozing. Ro'yxatni qayta o'qing va galdagi minnatdorlikni tugatib, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman, shukronalik keltiraman deb ayting va minnatdorlikni iloji boricha his qiling. Bugun sehrli kuch ifori bilan 10 ta xizmat ko'rsatgan insonga to'g'ridan to'g'ri yoki xayolan sehrli kuch iforini, ya'ni minnatdorman, rahmat degan so'zlar bilan sehrli kuch iforini xayolan sepib keting. U tomonidan bajarilgan ish uchun minnatdorlikni his qiling. Uyquga yotishdan avval sehrli kuch toshini kaftingizga siqib, kun davomida bo'lgan 10 ta yaxshi narsalarga sehrli kuch so'zlarini shukronalik keltiraman ayting. Ertangi kun amaliyoti uchun sizga uyg'onishingiz bilan boshlanadi va bugun ertangi kun darsini ham yuboraman. Buni o'qib, keyin uxlang. Ertalab uyg'onganingizda o'ylang. Bugun yashash va sevish uchun berilgan imkoniyat deb biling bugungi kunni.